hafta yetiştirish niyatimiz bor. Shuning uchun mana Silkani hozir 76 million ostida. Silkada aptekamiz baholasa. Niyatlarimiz katta. Nasib bo'lsa, mana lizing asosida oldik. Nasib bo'lsa, xudo xolasa yuqori hosil olish niyatida shu ishlarni boshladik. Xudo xolasa. Texnikamiz yoqdimi aka? Texnika yoqdi, gap yo'q. Xudo xolasa yana ishlatib borib ko'ramiz. Yaxshi texnika, gap yo'q.